Kelishingga agar Xudo xolisa ana bu qo'ysa, bu yerda pati qozon bola o'tirlardan tashkillashtirib qo'ysak bo'ladi. Misolda shunaqa narsalarni o'ylayman. Negaki sen mana bu g'orga olib kelayotgan odamni faqat peshog'orda g'or bor ekanligini bilib chiqib ketmasin demoqchiman. Sababi mana shu peshog'or soyining irmoqning chap o'ng tomonida o'zi 39 ta madaniy meros obyekti o'tiribdi. Bu 39 ta lokatsiya degani. Buning ichida sen ko'rsata biladiganing Xo'jayev Serob, Beshbuloq ota ziyoratgohi, katta Peshog'or qo'rg'oni, bu Peshog'or bekligini o'rdasi bo'lgan. Qoldiqlari qolgan. 16-asr, ha? Turibdi. Kirsak bo'larkan qaytishdi. Ko'rsatib bemalol ana qilsang bo'ladi. Nega? Sen olib kelgan 20 ta odam borgandan keyin 150 ta odamga Peshog'or to'g'risidagi yana ham qiziqroq narsani eshitishni xohlayman-da. Shuning uchun aytyapman. Misol uchun bular mana bizning gruppamizda yo'q. Men gruppamda 500 ta odam. Ha, u 500 ta odam ana qilsa qiziqsa deyman-da. Ikkinchi gruppamda boyagi narsani magitatsiya qilish kerak. Nimaga? Toshlarga, boshqa narsalarga yozib ketish, boshqa narsani kerak emas-da. Yo'q.